Siz aziz kuzatuvchilarimizga bugun Sharg'on shahar Bog'shamon mahallasidan juda ham bir fazli xonadon topib qo'ydik. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu xonadonimizni ko'rishingiz bilan o'zingiz qiziqib qolasiz. Kirishingizda shunaqangi garaji bor. Bu xonadonimiz 7 xonadan iborat, tayyor xonalari, alohida yana xonalar qilish imkoniyati ham bor. Bu yerdan to'sib olsangiz ham bu tomoningiz bitta xona. Bu tarafga keladigan bo'lsak, bu yerda xohlang oshxona qilib oling, xohlang hammom uchun yechinadigan joy qilishgan ekan. Bu yeri hammomi. Endi qolgan xonalarni ko'rib chiqamiz. Sizlarga bir boshdan ko'rsatib berib chiqaman. Bu tarafdan bu tomonga qarab yuramiz. Oldin birinchi qavatimizni ko'rib chiqamiz. Bu joy salqinligini ko'rmaysizlarmi? Bu yerda oshxona qilish uchun mo'ljallab qurishgan ekan. Yarimi ovqat qilgani, yarimi ovqatlanib o'tirgan joy uchun. Oshxonaning o'zini kattaligini ko'ryapsizlarmi? Bunisini hozir omborxona qilib qo'yishgan ekan, yana bir xonamiz. Xonadonimizning xonalarini ko'ryapsizlar, katta-katta joylashgan ekan xonadonimiz. Bu tarafga kelsak. Ko'ryapsizlarmi? Matni ham ko'rsatib qo'yaylik. O'shabadan qarang, salqinligini. Bu tomonimizni ko'ryapsizlarmi? Xonadon shunaqangi salqin, mazza. Olasiz, kelasiz, ozgina sharoitchani qilasizda, maza qilib oilangiz bilan yashayverasiz. Ozgina sharoitcha deganda ko'ryapsizlar, ikkita xonasi tayyor bo'lmagan. Bu xonalarni o'zlaringizga moslab chiroyli qilib olsanglar bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerga ham so'ri qo'yib olsanglar bo'laveradi. O'zlaringiz xohishlaringiz. Bu yerga chiroyli qilib bir rasm chizdirib olsanglar bormi? Ideyani men aytaveraman. Endi o'zlaringiz mendan ham ustasizlar. Men erta-betda ko'rgan narsalarni o'g'illar sizlarga taklif bildiraman-da. Bu xonani ham ko'ringlar. Aytganimdek tayyor xonadon, deyarli tayyor. 7 metrdan qurilgan ekan, juda ko'p xonalari. Bu xonamiz spanli xona ekan, shuning uchun ko'rsatmadik. Bu xonamiz bilan bir xil. Mana tepada turib olib, pastga qarab, "Ho, bolalar, unaqa qilmanglar, ho, bunaqa qilmanglar" deb bolachalarni masjidga qo'yib qo'ysangiz, maza qilib o'ynaydigan joy ekan u. Endi esa bu alohida bitta mehmonxonamiz yana. Ko'rsatib o'tamiz bu xonamizni ham. Hoji aka, Hojona, sizlarga faqat yaxshisini biz ilinamiz. Bu xonadan chiqishimiz bilan bu tarafga sanuzel uchun joylari mo'ljallangan. Sanuzel uchun ham joylari o'ta katta-katta tashab ketilgan. Bu yerda omborxona qilib foydalanishayotgan, shuning uchun ko'rsatganim bu tarafini ko'rsatib qo'yamiz. Suv bochkasini tomga chiqarib orasida mana shu yerda hammom qilib, hojatxona qilib foydalanish mumkin. Hoji aka, Hojona, sizlarga yaxshi narsalarni ilinishda biz davom etamiz. Obuna bo'lish hamda like bosishni unutmay turasizlar. Xonadonimizning yana bir asosiy jihatlariga kelsak, ushbu xonadonimiz to'liq, ya'ni 90% pishganishda qurilgan bo'lib, kabellari, sim kabellari Rossiyadan to'g'ridan-to'g'ri olib kelishgan ekan. O'ta ham mustahkam, pulni ayamasdan ishlatishgan xonadonimiz. Endi xonadonimizning orqa tarafiga kelsak, bu tarafda shunaqangi ikkita romi bor. Bu yerga ovqat qilish uchun o'choqlar qo'yib olsangiz bo'ladi. Xonadonimiz 7 soti yer maydoniga ega bo'lib, tandiri ham bor ekan. Har bir yo'lovchiga albatta kanalkalari muhim. Bu yerni elektr energiya hamda ichimlik suvdan hech qanday muammolar yo'q. Manzil qayerda deysizmi? Manzilimiz Sharg'on shahar, O'rta Sharg'on mahallasi, Bog'shamon ko'chasida joylashgan. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Akalar, obzor zo'r chiqibdimi? Kommentariyada qoldirasizlar.